Bounty shokoladini yoqtiruvchilarga bu pechenye aniq yoqadi. Xamiriga xona haroratida erigan sariyog'qa bir dona tuxum va shakar solib mikser qilib olamiz. Keyin un, vanilin, razixetel, kakao solib qo'lga yopishadigan yumshoq xamir qilib olinadi. Tayyor bo'lgan xamirni ustini yopib 15-20 daqiqaga sovitkichga qo'yib qo'yamiz. Bu orada cheese krem, kokos strushkasi va shakarni aralashtirib, nachinka tayyorlab olinadi. Tayyor bo'lgan xamirdan 40 gram zuvalachala olib, shu ko'rinishda ichiga nachinka solib, pechenyelarni yasab olamiz. Menga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hali bundan ham manfaatli videolarni sizlar bilan bo'lishaman. Tayyor bo'lgan pechenyelarni 180 darajada qizib turgan duxovkaga 15 daqiqaga yuboramiz. Pechenyelarni bezatishda men oq shokoladdan foydalandim. Uni suv bug'ida eritib olib, shu ko'rinishda pechenyelarga quyib chiqdim va oxirida ustidan kokos qirindisidan sepib qo'ydim. Endi siz ham shunaqa chiroyli va mazali bo'lgan pechenyeni o'z qo'llaringiz bilan tayyorlasanglar bo'ladi. Bu pechenyeni albatta yaqinlaringiz va farzandlaringiz uchun tayyorlab bering.